Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu videomiz qolgan videolarga qaraganda ancha tushunarli, qisqa va lo'nda bo'ladi. Videoni boshida bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Biz rebranding bo'ldik, ya'ni iSmartdan nomimizni Harclean'ga o'zgartirdik. Bu video 2026-yilda Harclean uchun birinchi olib turgan videomiz. Hozir birma-bir kelgan mana shu Valoye brendiga tegishli kelgan mahsulotlarimizni ustalarimiz uchun kerak bo'ladigan instrument anjomlarimizni birma-bir ko'rsatib, qisqa tushuntirib chiqaman. Bu qatorda Valoye brendiga tegishli har xil turdagi manometrlarimiz bor. Yaqinroqdan ko'rsatib olib qo'ying. Va mana bunaqa turbo giblarimiz keldi. Ko'rishingiz mumkin. Alohida ruchnoy har xillaridan bor turbo giblarni. Mana bunaqa nabor degisi ham bor. Bundan tashqari valsovkalarimiz, naborli valsovkalarimiz bor va mana bunaqa turbo keskichlari ham alohida kelgan. Eng kichkinasidan tortib eng kattasigacha bor. Bundan tashqari mana bunaqa donali ustalarimizga kerak bo'ladigan anjomlarimiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Vakuumatorlar, tarozilar, instrument nabor. Bunda ustalarimizga kerakli hamma narsasi bor. Bundan tashqari mana bunaqa alohida Valoye brendiga tegishli shlenglarimiz hamda rekuperator. Videoni imkon qadar qisqa qilib olishga harakat qildik. Albatta bu anjomlarni birma-bir tushuntirsak video cho'zilib ketadi va bu videoni ko'rib turgan ustalarimiz o'zi bu anjomlar nimaga ishlashini juda yaxshi bilishadi. Sizga ham agar aynan shu anjomlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz.